insonga berilgan baxt doim kamdek ko'rinar ekan. Lekin uni yo'qotganida uni qancha ko'p ekanligini tushunib yetar ekan. Kechir. Alo, eshitaman. Toymurodov Rahmatjon bir haftadan beri darsga kelmayapti. Bunaqada chorak baholadan qolib ketadi. Uydagilar bilan gaplashib qo'ying. Bo'ldi, gaplashaman. Rahmatjon, darsga. Rahmatjon, Bo'lsiz? mazing yaxshimi? Ha, yaxshiman. Ustoz, ikkinchi soatdan darsga kirsam maylimi, iltimos? Mayli, lekin mazang bo'lmayotgan bo'lsa, uyingga ketaver. Xo'p, rahmat. Faqat chaqirma iltimos, kishanlarni uzaman u qaytaman. Raqsga tushib ber men uchun, sen uchun qo'shig'im aytaman. Doimo devona oshig'ing daydiman. Yaxshimisiz? Faqat chaqirma har qanday to'siqdan oshaman qaytaman. Anchadan beri ko'rinmay qoldingiz. Rahmatjon. Shirinning o'limida siz aybingiz yo'q. To'g'ri, seni aybim bormi yo'qmi deb so'raganim yo'q. Men bilan vobshe ishing bo'lmasa, Ovozingni pasaytirib gapir. tushunmadim. O'zi hammasi sani deb bo'ldi. Men bir isqirt ishingni qilmaganingda Shirinxo'zi o'lmagan bo'lardi.